Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu video monitor steker bo'yicha bo'ladi. Обычный steker monitori. Shunday hammasida bir xil rang keladi. Qizil, qora, sariq, kolonka. Bunda qarasi постоянный minus bo'ladi. Qoraning yonidan chiqqan, sarisi постоянный plus bo'ladi. Keyin qizil через zamok bo'ladi. Kiltashli tok keladi. Mana plus. Sarining yonida joylashgan esa подпальник bo'ladi. Yozuvi mana. Keyingisi подпальник yonida joylashgan esa key 2 dakika rul управления oladi. Bunda key bir ham bor. Vaqt dekolani bor. Va arkani kamerada qilsangiz, shuna ulardan turadasi kamerani siymi. Keyin beri key bir bilan rul управления. Keyin yana bir dona proda, bu antenani prodasi bu. Ko'pchilik uslitr ham tortadi. Keyin bir bir kolonka, 2 kolonka, keyin 3, 4 kolonka. Video foydali bo'lsa, bir like bosib, videoni tarqatib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.